Assalomu alaykum. Boylarga suv chiroyli qilib Zo'r qilib o'tkazasiz. Aka, keldim. Videochini pulini berib yuborsiz, tishni boshlayverardim. Tashmay turing, hozir men mana shu yerdaman, qochib ketmayapman. Hozir beraman. Hozir beraman. Va boshlab tur. Jiyan, Boshqacha ekan. bu, mana Zaks mashinalar gaplashdingmi? Ha, to'rttasi kelyapti. To'rtta nima bo'ladi? Bu kim to'y qilayotganini bilish kerak, yo'q ha? Nima, 8 ta gaplar Zaks mashinani. Ha. Aka, Mani pulimni ishlatib qo'ymoqchisizda, berib yuboravering menigini keyin. hozir sizni pulingiz alohida ajratilgan. Hozir shashmay turing, hozir beraman. To'yda o'tkazib olay. Hozir beraman. Boshlaydi. Hozir mana shu. Boshlaydi. Men qara, Ha. men qara, hozir to'yxonaga kelim bilan kirib kelamiz-ku, Ha. Zaksdan kelib. O'shunda kelayotganimizda mana pulni oldi, maydalatib olib 100 mingtalik qilib. Ha. Boshimizdan sochasan. Manaqasidan. Ha, tushundingmi? Ha, bo'ldi, boshqa. Ha, videochi bola. Qayerga ketdingiz? Bermayapsiz pulimni, men olmayman men. Siz bilan qana kelishganmiz? Baqa kelinchi? Baqa kelinchi? Nech pulida o'zi? $100 xolos. 100 dollar kelishodingmi? Ha, ha. Unaqa arasichi bo'lmaydi unaqa. Mana aka, mana sizga pul. Assalomu alaykum. Siz kim edingiz endi? Ha, kelin tomonni videochisiman. Ha, videochi. Aka siz lan dollar shekilli, videochi aytishgan ekan, bor ekan. Zura aka, bayla. Matiz olganingdan keyin nimalar bo'ladi? Ikkinchi qism. O'ka, charxiy tashab qo'ydingizda. Ama aka, men taksist emasman. Taksi bo'lmasa endi men Matiz olasan sen. Hozirgi kunda 3000 dollarga Matiz olgan odam kambag'al, lekin kreditga iPhone 17 olgan boy hisoblanadi. Mabodo Matizingda moykaga borib qolsang, birorta moshina qaragisi kelmaydi. Как будто sen pul bermaysan-da, tiraq o'rtoqlaring senga aqllilik qilishdan bo'shamaydi. Nima yuradi buning? Ha, propanna? O'zim uchun motorchasi bo'lsin. Maqazdan propan benzinda yuravermasan qilib. Matizda bir piyola benzin ichadi deb kim gap chiqargan bilmadimi, lekin meni mashinam 10 tadan kam yemaydi. Bundan ham yomoni choyxonaga borganingda bilmasdan birorta joyga noto'g'ri qo'yib qo'ysang, 425 tog'larga kim ekan olib qo'yasizlarmi yo'qmi? mabodo birortasi Matizda bilib bilmasdan haqorat qilib qo'yadigan bo'lsa, nima ekan o'qi? Matiz, Menga qara, yana bir marta Matizni to'g'radiganini eshitsam, o'zingni to'g'rab tashlang. Yo'qa. Matizchilar uchun dunyodagi eng zo'r mashina Matiz hisoblanadi. Bemalol signal cholib Malibularga ham do'q qilib ketaveradi. Nech pulga oldingiz? 3000 dollarga? Undan ko'ra kreditga 10x olsangiz bo'lmaydimi shu pulga? Yuramanmi men endi Matizda? Ha, 10x borgan joyga shu ham boryapti, nima qilay endi? Taksichi uka, Novoye tashab qo'y. Amaki, men sizga hali ham aytganman, taksi emasman deb. Yana sen bilding. O'zi bularni qonni to'yib qopti. Taksi emasman deb boryapti. Qizni oldiga. Matizda haqorat qilgan lubboy odamdan Matizchilar qasos oladi. Men aytdim sizga 10x oling deb. Ajitcha qoldi, itar. Bu videoni legendarniy Matiz haydaydigan akalarga tashlab qo'yamiz. Pak. Qiz ketdi. Avtobusga chiqib ketdi. Ha, kulyapsan. Menimcha qizga yoqib qoldim, tova. Sani qo'yaver, nima ish qilar ekan u qiz? Bo'lajak keliniz bloger ekan. Qani Instagramiga kirchi, qana videolar qilar ekan. Qizlarjonlar, agar yigit bergan gul bankaga sig'adigan bo'lsa, demak u g'irt-jimot bola bo'ladi. Bunaqa bolalardan qoching. Jiyan, men senga shuni faxrlanib aytamanki, mana o qizga sen umuman yoqmagansan. U erkak yig'lamaydi. Men marketinglik bo'lganman yoshligimda. Yo'lini qilamiz, marketing xod qilamiz, sen menga ishon. Bizda bitta jiyan bor. Zabardast. Bag'da prava yo'q, lekin mashinasi bor. O'shanga bitta pravasi bor kelin bo'lsa, uylab qo'ymoqchi edi. Kuyov bolamiz o'zi qanaqa mashinalari bor? Ha, Zikr 007 GT. Mashinaga. Tova jichcha oshirib yubordingiz-da, Nexus 2si bor deganingizda ham ishonarli bo'lardi. Men bekorga bunaqa demadim jiyan. Hozir O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqan munosabati bilan Payme ilovasida kartani toping, zikr yuting degan aksiya bo'lyapti. Ilovada hozir jahon chempionatiga qatnashtirgan 48 ta komandani kartalari yashirilgan. Mana shu 48 ta komandani hamma kartasini topsak, zikr 007 mashinasini yutib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Undan tashqari PlayStation 5 bilan Legion o'yinchog'i bor, ali kubik. Ha, Ronaldo reklamaqiga. O'sha yutuqlar ham bor. Aksiya 10-iyundan 28-iyulgacha davom etadigan. G'oliblarni ham o'sha kuni 28-iyul kuni aniqlashadi. Men o'zim ham 25 ta karta yig'ib qo'yganman. Qolganini yig'sam, o'sha Zikr 007 bizniki bo'lishi mumkin. Tova PlayStation 7 bo'lsa zo'r bo'lardi, kelin bilan o'ynab o'tirardim. Jiyan, menga qara, sen bu parosating bilan yana 1-2 yil ish etaydi, qim o'ynab tur. Keyin uylanaverasan. Baba bebin koja vela. Mama boarding the fedela.